Assalomu alaykum. Bugun kasallik haqida emas. Bugun jarrohlik bo'yicha eng keng tarqalgan 5 ta noto'g'ri tushuncha haqida gaplashamiz. Birinchisi, jarrohlik bu har doim oxirgi chora. Bu noto'g'ri. Ba'zida kasalliklarda erta operatsiya asoratlarini oldini olishga olib keladi. Masalan, appenditsit agar uni dori bilan davolash mumkin deyiladigan bo'lsa, uni olib tashlash undan keyingi bo'ladigan muammolarni oldini olishga imkoniyat beradi. Ikkinchi, operatsiya qilsam albatta nogiron bo'lib qolaman. Yo'q, bu ham noto'g'ri. Zamonaviy jarrohlikda minimal invaziv usullarda tiklanish tezlashtiradi. Masalan, laparoskopik operatsiyadan keyin 1-3 kun davomida bemor qayta oyoqqa turib, bemalol aylanib yurishi mumkin. Uchinchisi, og'riqni umuman ko'tara olmayman. Noto'g'ri. Anesteziya va og'riqni nazorat qilish usullari juda yaxshi rivojlangan hozirgi kunda. Misol uchun o'tgan asrlarda yoki undan avvalgi 18-19 asrlarda haqiqatan bu narsalar rivojlanmagan edi. Hozirgi kunda esa ancha yaxshi rivojlangan. To'rtinchisi, operatsiyadan keyin uzoq yotib qolaman. Bu ham noto'g'ri. Ko'p bemorlar 1-3 kun ichida harakatlana boshlashadi. Bu operatsiyaning turiga bog'liq albatta. Agar laparoskopik usulda yoki kam invaziv usullarda amalga oshirilsa, o'rtacha 1-3 kun davomida bemor oyoqqa turib, sog'lom turmush tarziga qaytishi mumkin. Va beshinchisi, jarrohlik xavfli, dori bilan ham davolasa bo'ladi. Bu ham noto'g'ri. Dori yordam bermaydigan holatlar ham bor. Operatsiya eng to'g'ri yechim bo'ladi shunday vaziyatda. Masalan, grijyalar yoki appenditsit, ichak tutilishi bunday holatlarda faqatgina xirurgik yordam kerak bo'ladi. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kuni biror narsa haqida ozgina gaplashamiz. Rahmat.